Hello bolalar, bugungi videomizda oddiy o'zimizni telefonimiz, mana bu telefon. Mana telefon. Hop, qanaqa qilib o'zimizni telefonimizda Minecraft Bedrock Edition'da agar sizlar videomu ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishingizni maslahat beraman. Kanalda turibdi. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Qanaqa bo'lmasa biz boshladik. Hop, birinchi bo'lib Minecraft kirganingizda sizlardan xuddi shunaqa oyna ochiladi. Sizlar bu yerda settings Minecraft bilan inglizcha qolinglar do'stlar. Ruschaguncha yaxshi tushunmayman. Settingsga bosasizlar va pastroqda teparoqda touch turgan bo'ladi. Touchga bosib, keyin pastroqqa tushsanglar, sizlarda split controls degan narsa turadi. Lekin bu hammada ham bo'lmaydi. Shuni nima qilamiz? Bizda yo'q bo'lsa-chi deganlar uchun eng katta xato. Sizlar qarang. Sizlar shuni touchga bosgandan keyin chain control modeni bitta bosishinglar kerak. Sizlarda mana birinchisida turgan bo'ladi. Yo ikkinchisiga, yo uchinchisiga qilib qo'yinglar. Men ikkinchisida o'ynayman. Birinchisida ishlamaydi, ana plus. Oldinda plus chiqarib qo'yadi. Ikkinchisiga qilib qo'yaman. Keyin bo'lsa pastroqqa qarasanglar, split controls o'chirilgan, bunaqa turgan bo'ladi. Keyin sizlar buni bitta yoqib qo'yasizlar. Keyin bo'lsa sizlar video bo'limiga o'tasizlar. Bu yerdan bo'lsa qaranglar. Bu yerdan pastroqqa tushib, mana bu bitta full degan yozuv o'zi aslida sizlarga 60 lardami, nechalarda turgan bo'ladi? 60 ta turgan bo'ladi. Sizlar bo'lsa buni ko'tarib 80 yoki 90 ga borib qo'yinglar. 80 ga borib qo'yinglar. 80 tursin. Keyin sizlarda bitta pastroq sral pastga tushishlar bilan show option ismini tegida auto select'ni bitta bosib qo'yasizlar. Endi pastga tushib, bu yerda bilinib turadi o'zi mana. Mana klassik pocket bo'lib turgan bo'ladi. Sizlar bu pocketni klassik qilib qo'yasizlar. Keyin bo'lsa bo'ldi. Yo, bular aytmasizlar do'stlar. Bo'ldi. Chiqib ketasizlar. Hop, endi bo'lsa men sizlarga hozir ko'rsataman. Masalan deydik, o'zimizdan tekshiramizki. Qaranglar do'stlar. Ko'rasizlarmi? Bitta plus bor. Xuddi kompyuternikidek plusim bor. Va yana bitta anaqa. Buni ko'rasizlarmi? Xuddi kompyuternikidek qora chiziqchalar ko'rasizlarmi? Keyin bo'lsa mana tepada joninglar, keyin ovqatinglar ham tepada turadi. Pastda yana inventarni ochib ko'rsa, e'tibor bermaysizlar. Inventarni ochib ko'rsanglar, kichkina bo'lib qolgan. Normal, hammasi normalda bo'ladi, normal. Ko'rasizlarmi do'stlar? Normalda bo'laverish kerak-da. Bilganlar ham bor, lekin bilmaganlarga ko'rsatdim do'stlar. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Tiger bo'ldim.